Akalar mashinamiz tayyor bo'ldi. Esinglarda bo'lsa, ablisovka singan edi. Yangi originalni qo'yib berganmiz va bundan tashqari kapot va bamper qismlarida broni plyonkalar sarg'ayib ketgan edi. Buni ham olib tashladik. Inshaalloh keyinroq olib kelsalar, broni plyonkani yaxshisidan urib beramiz. Hozir detailing polirovka ishlarimizni ham tugatib, inshaalloh egalariga topshirishga tayyor qilib qo'yganmiz. Bilasizki nima deyapti akalar?